Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Sizni bilan 440 bitta Yasin surasini ko'chamiz. Yasin surasi endi ko'p dunyodagi ko'pchilik musulmonlar hurmat eta turgan, yorata turgan, bek mashhur bo'lgan kishilar musulmonlar orasida bo'lgan. Ol sura ko'p o'qila turgan, ko'p qo'llanila turgan suralarning birisi. Ham ol Makkada chiqqan suralardan. Bunday ijmo barcha olimlarning fikri bo'yicha, nishik mana Al-Qurtubi rahimahulloh ayta, nafshi Yasin surasining Makkada shu haqında ham xatli bo'lgan Fatih surasida ham ona xatli bo'lgan bu Ahzab surasidan so'ng bo'lgan suralar sabab bo'lsin. Ular barchasida bizning Makkada chiqqan ham Yasin surasidan so'ng kelgan suralarda ular bizning Makka suralari. Ya'ni bunda Makkada chiqqach endi onlarga kerak buning nindi holatda chiqqani, musulmonlar nindi holatda bo'lgan shu Makka jamg'iyatida ham mushriklar nindi holatda bo'lgan, mana shunday musulmonlarga og'ir bo'lgan holatda, mushriklar baribirda ustun bo'lgan holatda mana shu sura ol inga. Ham bu suraning fazilatlari to'g'risida bek ko'p hadislarda keltirilib, Daraqutni ayta, bu hadis bu masalada sahih bo'lgan, durust bo'lgan hadis ol yo'q deydi. Lekin baribirda bor hadislar qo'y birlarining zo'if, qo'y birlarining hasan bo'lgan shunday hadislar ol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ol keltirilib. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayta, har bir narsaning qolibi bor, ham Qur'onning qolibi ol Yasin. Ham kimda kim Yasin surasini o'qisa, Alloh taolo anga yozar shu Yasin o'qigan uchun Qur'onni 10 martaba o'qib chiqqan deb yozalar deb ol ana ayta. Ham Tirmizi shu hadisni ol keltirib, ham ayta bu hadis ol g'arib bo'lgan hadis, ham aning isnadida albatta shulay bor belgisiz bo'lgan kishilar shulay bor. Lekin shunday hadis ol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan boytaq chiqanoqlarda ol aytib keltiriladi. Kimda kim Yasin surasini o'qisa deydi, tunni Alloh taolaning yuzini tilab, Alloh taolo aning shu tunni gunohlarini kechirir degan shunday hadislarda ol Bayhaqida da, shulay Tabaroniyda da, ham boshqalarda da ol keltiriladi. Shulay aning zo'if bo'lgan isnadida azrak zo'iflik ol bor. Anday hadislar ol bor. Shulay Imom Ahmad ana shulay keltira turgan hadislarda da ol bor. Shulay qayur hadislarda keltirilgan kimda kim shuni davomli bo'lsa, shu Yasin surasini o'qiga har tunni ol shahid o'limi bilan vafot bo'lar degan shunday Darimidan keltirilgan zo'if bo'lgan shulay hadislar ol keltiriladi. Yoki aytlar Yasin surasida men deytilar edim deb ol har bir kishining ko'nglida, mening ummatda bo'lgan har bir kishining ko'nglida bo'lolmay mana tilar edim deb shulay payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shunday hadislar ol keltiriladi. Shulay ol hatto keltirilgan narsa ol Tavratda da bor deb. Tavratda da al-mu'imma deb atala, qaysisi umumiy, ya'ni shilg'ab ola shu ibtashin dunyoda ham oxiratda xayrliliklar bilan degan shunday uzun ona bo'lgan qo'y bir xabarlar al-Bayhaqida ol keltiriladi. Imom Ahmadda ham shulay Ibn Majahda keltiriladi, Ibn Hibban'da da shulay keltiriladi. Qo'y bir olimlar bu hadisni zo'if desalar, masalan shulay Daraqutni qo'y birlari ana hasan yaxshi hadis deb aytuvchilar bor. Unda bo'lsa nafshi Yasin ol Qur'onning qolibi, mendigina qul ani Allohni tilab, ham oxiratni tilab o'qsa, aning menga xatli bo'lgan gunohlari kechiriladi. Ham o'qig'isiz ana o'zingizning mavtakum mayitlaringizga deb degan shunday rivoyatlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keltiriladi. Albatta ana olimlar anlatgan chaqda turlicha anglatalar mana shu mayitlaringizga o'qig'iz degan so'zni ko'pchilik olimlar ana aytdilar. Endi mana shu
o'lim holatida, o'lir oldindan, o'lim soatida yotgan o'zingizning mayitlaringizga o'qig'iz debda tafsir qiluvchilar boytoq bo'ldi. Nishak ul payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaydi, laqinu mawtakum la ilaha illalloh. Aytirigiz o'zingizning o'sha mayitlaringizga la ilaha illalloh degan so'zlarni da shulay o'q ikki turli tafsir qiluvchilar bo'ldi, ikki turli anlatuvchilar bo'ldi. Ko'pchiliklar aytdilar, ani aytiriga kerak. O'lir oldindan, o'lim soatida kim ani aytib o'lib ketsa, ol endi mana o'sha jannatga kirar deb keltirdilar. Shunga ko'ra mana o'sha Yasin surasin agarda kishi o'lim soatida yota ekan, sen borib o'qiysan ekan, agarda ol endi o'la turgan kishilardan bo'lsa, ya'ni o'luvchilar jumlasidan bo'lsa, bu anga jon taslim berishga yengillik beradi deb qo'yar olimlar anlatadilar. Ol anga bu dunyoni da intigib yotmasqa, o'lim to'shag'ida intigib yotmasqa, jonin yengilroq chiqarga yordam etadi deb aytadilar. Agarda u kishi endi o'lasi kishilardan bo'lmasa, albatta bu sura anga o'lirga yordam etmay, bu sura anga kirisincha shifolanirga, davolanirga yordam etadi ham ol shukru sababi bo'lib, aning uchun ol shutlana turgan bo'ladi. Bo'ldi, olimlar qaysilar aytdilar, shulay o'q mana shu hadisni to'g'ri ma'noda o'nglarga kerak ham o'lgan kishilarga mana shu Yasin o'qirga kerak deb aytuvchilar da, andiy olimlarning da az bo'lsa-da, lekin andiy olimlarda aytuvchilar bo'ldi. Shunga ko'ra andiy kishilarga da so'z til tegirib bo'lmay, lekin endi bizning xalqda aytilgan, taralgan 40 Yasin shig'ullarini mening bo'yicha endi mening hadislarga top bo'lganim yo'q. 40 hadis shig'u bo'yicha ham neydidir aytik, ishib o'lgan kishi, dindan yiroq bo'lgan kishi sen 40 Yasin chiqib qana, ol endi albatta avliyalar jumlasidan avrilmay, ol endi baribir narsa jannatga aning kiruvina sabab bo'la olmay kishi agarda mana shu dindan yiroq o'lgan bo'lsa, anga bir nechta endi yordam etib bo'lmay aytingda. Ko'pmagina sen aning uchun Yasinni chiqsang-da aytik. Bunda endi ketirlar ol mana shu Bismillahirrohmanirrohim deb degani endi aning bilan ism, Alloh ismi bilan Ar-Rahman ham Ar-Rahim, Rahimli ham marhamatli bo'lgan Alloh ismi bilan Alloh subhanahu va taolo boshlaydi. Yasin degan harflar bu endi g'arab harflari, g'arablarga iska tushirish yuzidan mana shu Qur'on o sizning tilingizda, sizning harflaringiz bilan yozilgan. Shunga ko'ra andan so'ng ko'proq mana shu Qur'on degan so'z yoki kitob degan so'z ol yishqana iska olina, zikr qilina. Ham aning siri to'g'risida endi olimlar shulay ayrim kitoblar yozdilar. Mana shu barcha bo'lgan Qur'ondagi harflar alarni jiyib, alar endi shu g'arab alfavitining yortisini tashkil etalar deb, tegindi harflarida yorti, mindi harflarida yorti deb, alar endi aning to'g'risida ayrim xizmatlarda ol anlatib ketdilar. Kimlardir aytdilar, aning ma'nosin, aning sirin Alloh subhanahu va taolo o'zigina biluvchilarda, o'zigina biladi deb aytuvchilarda bo'ldi. Shunday bo'ldi, turli boshqa turli fikrlar qaysilarini ortiq dalil yo'q. Olda bo'lsa endi kimlardir aytdilar, ya degani murojaat etu, sin degani kishi, ey sin debda qo'ybir shunday sahobalardan, hatto shunday qo'ybir rivoyatlar ol aning haqida keltirlar. Kimlardir aytdilar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismi deb aytuvchilar bo'ldi. Chunki andan so'ng sin rasullar jumlasidan deb aytilgan degan shunday farazlarda oldi. Kimlardir ant deb aytuvchilar bo'ldi. Turli boshqa turli qaysilarına dalil bo'lmagan shunday farazlarda keltirildi shu Yasin haqida. Bunda endi Alloh subhanahu va taolo va deb aytadi. Va degan so'zning endi biz bir necha ma'nosini olamiz. Aning birisi ol ant etu. Nechak biz aytamiz, vallohi tatarlarda aytadilar, vallohi deb men aytam. Bu ant etu, Alloh taolo ant etayini Qur'on bilan. Qur'on endi ol bizning mana shu kitob qaysisining tomiri kimlardir aytdilar, qara'a o'quv so'zidan olingan, ya'ni o'qila turgan kitob. Qayshaqda Alloh taolo kitob deb aytadi. Unda kitob deganda endi Alloh subhanahu va taoloning yoziluvini ko'rak bosim yasay. Bunda endi aning o'qiluvini Alloh subhanahu va taolo ko'rak bosim yasay ham ayta, shu Qur'onni ol hakim, ol hikmatli bo'lgan Qur'on. Ya'ni bunda qarasak, alar ikkisida bir turli yozilgan, ya'ni bo'lsa aning sifati bo'lib turadi. Endi Qur'on bu hikmatli bo'lgan Qur'on. Ya'ni kishi agarda hikmat izlayotgan, hikmatli bo'lasa kelayotgan, anga albatta mana shu
Qur'on oyatlarini o'zini jalb etishiga kerak, o'zini singdirishga kerak. Chunki barcha hikmat ol mana shu Qur'onda, ham Qur'on bilan yashovdagina bor hikmat. Ham u shunday bu Qur'on, u hukm qiluvchi kitob, ya'ni Qur'onning hukmini qarshi bir narsada hukm qila olmaydi. Ya'ni agarda bu masalada Qur'onning hukmi bor ekan, buning ustidan endi kimningdir boshqaning hukmi kerak bo'ldi. Bu Qur'oni Karim boshqa barcha kitoblarga hukm qiluvchi kitob ol. Bo'lsin o Tavrat kitobi, bo'lsin o Injil kitobi, bo'lsin o kimningdir boshqa kishining so'zlari, barchasini da hukm qiluvchi ol Alloh taolaning shusha kitobi. Ol nishak Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, nasadi: "Ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara." Mu'min kishining endi bunda ixtiyori yo'q. Agarda Alloh ham uning rasuli hukm qildilar ekan nindidir masalada bu masalada bunda bizning ixtiyorimiz yo'q. Bunda biz ishlarga tegish Alloh taolaning so'zlari bilan amal qilinirga tegishmiz. Bunda shura da kerak tugul. Bunda Allohning ham hikmat bo'la mana shusha Qur'on bilan sen hukm qilgan chaqda ham bu endi ko'rsata shulay ishora bo'lib turgan narsa, ani o'qirga kerak. Qur'on bo'lgach, ya'ni bu o'qila turgan kitob bo'lgach, mana o'qirga kerak bu kitobni aytganda. Taga motor ittirib kishtaga olib qo'yug'ina yetmay, tishlab qo'yug'ina yetmay, ani endi narsa deymiz, mana shusha o'quv kerak aytganda. Ham bunda endi natib ayta inna degani ol bizning undov shekilli bizning doimiy yuriy turgan so'zlardan ka endi sin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga murojaat la nag'tu yuzidan endi ol ant borlig'ini da ko'rsatirgan mumkin. Min ot iz degan so'z bilan yuriy turgan so'zlardan mursalin, rasululloh elchilardan. Ya'ni Alloh taolo nig'ittirib ayta, sen deyim mana shusha rasullarning jumlasidan, shularning ot iz, shularning birsisin. Ya'ni biz bilamiz, mana shusha jamg'iyat, g'arab jamg'iyat aytik, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelgan jamg'iyat. Qaysin Alloh subhanahu va taolo o kofirlar deb Alloh subhanahu va taolo qaysilarini ataydi. Qaysilari alar baribirdan indilarga ateistiki jamg'iyat bo'lmagan. Alar ishonganlar payg'ambarlarga ishonganlar. Alar ayta turganlar o'zlari haqida biz Ibrohim payg'ambarning dinida deb ayta turgan jamg'iyat bo'lgan bu. Ham alar shana turgan bo'lganlar. Masalan biz bilamiz A'la surasida da Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Suhufi Ibrohim va Musa." Nega Alloh taolo mana shusha ta'yin Musa bilan Ibrohim alayhissalomning sahifalarini esga oladiganda, chunki arablar barda ko'proq shusha payg'ambarlar bilanroq beylilar. Ne uchun deganda, chunki ular Ibrohim dinida deb biz o'zlarini aytalari, ham Musa payg'ambarni shulay bilalari, o'zlari terasida bo'lgan Madinadagi mana shusha ko'p yashagan yahudlarning payg'ambari bo'laroq aytgan. Shunga ko'ra ular taniylar edi payg'ambarlarni. Taniylar edi. Ham Alloh subhanahu va taolo mana bizning jamg'iyatni solishtirib qarasak, mana Tatarning yash bolalari, yash o'smirlari bizning taniylarmikan payg'ambarlarni. Ular bilalarmikan umuman taniylarmi, shanalarmi mana shu Ibrohim payg'ambarga bo'lsin, Musa payg'ambarga bo'lsin, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'yganlari hatto bilmaylar deydigan. Shu ismlarning narsa anglatganini, kim ekanliklarini ular endi bek yaxshi bilalar, futbolistlarni yaxshi bilalar, aytik bizning nendidir aktyorlarni yaxshi bilalar, lekin shu payg'ambarlarni qizg'anish qo'y bir qardoshlari bizning dali bolalari bek yaxshilab bilib o'tirmaydi. Bunda Alloh subhanahu va taolo mana mushriklarga da aytadi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga da aytadi: "Sen dey mana shu elchilarning birsi. Sen birinchi rasul tu'il. Senga xatlida bo'ldi elchilar. Ham sen shularning birsi, sen shularning jumlasidan." Bu endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vazifasini da bir ko'rsatma, что seni Alloh subhanahu va taolo jibargan bitinde rasul elchi bitinde olti bosh qo'l bilan kelmaydi, ol bit pasol mana pasol narsa degan so'zni mana ikki il orasida nendidir pasol bor. Ol bit pasolni endi bu ilning manfaatlarini yo'qlarga deb jibarganlar. Tak tomolga deb motorlig'ini ko'rsatib qaytirga deb jibarmaganlar shu aytganda. Shunga ko'ra bunda da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga esga tushira Alloh subhanahu va taolo sen bit shu rasullar jumlasidan, ya'ni sening bor vazifang, sen bu dunyoga Allohga o'tarishunda kelmading. Sen bu dunyoga telefon sipirishunda kelmading, sen elchilar jumlasidan. Sen kelding narsa mana shusha o'zingning narsa bilan sen jibarilgan shuni
kishilarga yetkirir uchun sen jiberilgan. Ham bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vazifasi bu har bir musulmon ham har bir muslimaning vazifasi deymiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizni bu dunyoga bilaygina borliqqa keltirmadi deymiz. Bizning bir vazifa oldi bo'lsa mana shusha erishtiruv kishilarga Alloh taolaning mana shusha Qur'onini chaqiruv, dinini chaqiruv. Ham Alloh taolani ayta ala, ya'ni nat degan so'z bitin. Mana masalan aytamiz ustol ustunda alal maktab masalan aytayim. Anda yoki ala tawilati ustunda bo'lg'ashdan ala. Sirot mustaqim. Biz endi mana Fotiha surasida da o'qiymiz. Sirot degani aning yo'l deymiz bitinda. Mustaqim to'g'ri bitinda, to'g'ri. Ham bunda Alloh subhanahu va taolo aytib ketadi mana shusha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nasadi o to'g'ri yo'ldasin deydi. Sen ya'ni to'g'ri yo'lda shunga ko'ra kishilarning so'zini ig'tibor etma. Kishilar albatta seni tilinglar toypaldirga tilinglar, ular sening dining bilan islom dini bilan qanoat bo'lmasalarda, sening yashagan ravishing bilan ular qanoat bo'lmasalarda, sen ularning so'zini ig'tibor etma. Sen bit to'g'ri yo'lda. Sen to'g'ri yo'lda, ular adashuvda. Sen to'g'ri yo'lda bo'lgach, senga o'zingning to'g'ri yo'lingdan ketirga kerak tugul. Kirisincha ularni chaqirishga kerak mana shusha to'g'ri yo'lga ham shulay bu bir ishora endi bizning turmushimiz bu yo'lg'ina, bu natija tugul. Biz bu dunyoga aytganda biz nechak abiboylarimiz aytadilar, biz bu dunyoda qo'noqdagina, bu bizning oxir konечный nuqtamiz tugul, so'nggi nuqtamiz tugul. Bu bizning borib erishasi yovishib yotasi turgan o'rinimiz tugul. Shot yovishib shu dunyoda yurtlar tuzib, zo'r ettirib, ko'paytirib yashaysizmi, sen anda yashamaysizmi, shot yovishib shu dunyoni qo'rish uchun biz bunda bu dunyoga kelmadik. Biz bu dunyoda yo'lchilargina, biz bit yo'ldagina. Biz yo'ldagina ham yo'lchilargina. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda cho'g'ishtirib aytadi, men dey narsa simoqda endi shu yo'lchi simoqqina dey. Qaysisi og'ash ko'lagasida to'xtadi, yo'l itirgan ham shundan so'ng yo'l itgandan so'ng biroz o'zining yo'lini davom etadi. Bizda naq shunday yo'lchi simoqqina bo'lirga tegish. Shusha dunyo bizda. Bu yo'l bizning shorag'ina, bizning natijamiz tugul. Ham bu yo'lni Alloh subhanahu va taolo aytayinda nasari mustaqim, ya'ni bu to'g'ri yo'l deb aytadi. Ya'ni bu Allohga iltuvchi yo'l bitin. Bu Allohga olib boraturgan yo'l. Ham Allohga olib bora eng yaqin yo'l bilan. Nedidir o'rov yo'llar bilan tugul, nedidir zigzagobrazli yo'llar bilan tugul. Bu seni eng yaqin yo'l bilan Alloh subhanahu va taolo olib bora. Ya'ni nedidir bizga kimlarningdir tariqatlari kerak tugul, kimlarningdir yo'llari bizga kerak tugul. Bizga jita Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'li. Ne ishon deganda, chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'li mustaqim, to'g'ri yo'l. Eng to'g'ri yo'l qaysisi seni Allohga eng yaqin ravishli Allohga olib boraturgan yo'l bit bu. Ham aytamiz, nedidir sistemalar kerak tugul. Bo'lsin oshov sistemalari, yo'qlov, tarbiyalash, falsafa sistemalari, nedidir psixologiya sistemalari. Biz aytamiz, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'li, islom yo'li, mustaqim, to'g'ri bo'lgan yo'l. Boshqa yo'llar ular endi narsa adashuv yo'llari. Tanzilal azizir rohim. Tanzil la inzila, inzil butun ustida bu indiruv degan so'zdan olingan. Endi tanzilu deb ta o'qishlar bo'ldi, tanzila deb ta o'qishlar bo'ldi. Tanzila al-g'aziz, g'izzatli bitinda. G'izzat degan so'z endi kuchli, quvvatli, ya'ni anga qarshi bir kimda qarsha olmay, anga qarshi bir kimda kurasha olmay, aning bilan bir kimda bo'lisha olmay, nedidir hukm qo'ydi ekanmi, bu hukmga qarshi bir kimda qarshibda turmay. То есть bizning jamiyatda aytganda o'zidan ko'ra bu nedidir jiddiy, влиятельный aytganda tika bo'lgan kishi desakda, ular aytgan yoshlarcha aytganda ayting, qaysi tilasa narsa ishlaydi. Tilasa narsa ishlaydi, hamma anga qarshi bir kim bir so'z ayta olmay. Tilasa narsa so'yladi ekan shu yo'lni, shunday qarorga keldi ekan, uning qarorini bir kimda qarshi kela olmaydi. Nechun? Chunki izzatli.
Ar-Rahim ol bizning hali kelasi bittada uchray g'azzazna deb aytiladi. Ar-Rahim rohimli bo'lgan. Ya'ni Alloh subhanahu mana shu Qur'oniy Karim to'g'risida so'z bor deb endi Alloh olam ham u indirilgan mana shu kimdan endi kim tarafidan? Alloh tarafidan. Alloh taolo u kim? Al-Aziz, g'izzatli bo'lgan. Ya'ni u kimni tili jazoga torta ola. Bu bigrakda endi kisatu mushriklarga qarata, kafirlarga qarata tilasa kimni ol g'azoblay oladi, tilasa kimni jazoga torta oladi, kimda kim ishonmay, kimda kim uning yo'li bo'yicha bormay, mening o'zimning boshim bor, men o'zimcha yashayman deb yashovchilarga qarata Alloh subhanahu va taolo ol g'izzatin qo'llanadi. Endi mu'minlarga qarata Alloh subhanahu va taolo baribir narsa rohimli, kimda kimni shu yo'l bo'yicha borishga tirisha, nechta bo'lsa tirmasha, xotalansa-da baribir Alloh subhanahu va taolo bu kishilarga qarata marhamatli, uning g'izzati bor. G'izzati bor. Ol tilasa anida g'azoblari, lekin Alloh taolo ol rohimli. Shu g'izzatligina to'l, ol rohimli Alloh subhanahu va taolo ol ularni narsa rohimli qiladi. Li degani uchun tunzira, nazir. Nazir bizning kisatish o'tin. Kisatir uchun qavman, shunday qavmni. Ma degani bo'yicha endi bunda turli fikrlar bo'ldi. Kimlardir aytlar bu inkarito, kimlardir aytlar bu qaysisi degan ma'nosi bor. Qur'oniy Karimdagina ma'ning 14 lab ma'nosi bor deb bilam. Ol endi ma'no bo'yicha qaralab, unzira hamda bu kisatu, kisatildi. Kim tarafidan ekani aytilmagan aba uhum alarning otalari. Birlik sonda ab ati. Va hum ham shundan so'ng narsa bo'ldi so'ng. Hum alar g'afilun, g'afillikda. Ya'ni Alloh taolo aytani uchun Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oniy Karimni indirdi so'ng, hikmatli bo'lgan Qur'onni, o'qilatirgan Qur'onni. Ol ani ingirdimi, mashinaga olib qo'yir uchun, chinalarga yozib qo'yir uchun ingirdimi? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo ingirdani kisatu uchun, eng birinchi shiratda kisatu uchun. Bunda qo'yir oyatlarda keladi kisatu ham suyindiru uchun, lekin bunda ol suyindiru degan so'z yo'q. Ne uchun deganda, chunki suyindiru ol barabarida mu'minlarga qarata. Qur'oniy Karim suyindira, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suyindira, kimlar ishongan. Amanda baribirda bu Yasin surasi aytganidek ol shusha Makkada tushgan suralardan. Makkada tushgan. Bunda endi kafirlarni kisatu birinchi shiratda bor. Kisatirga shunday qavmni de, shunday xalqni qaysilarining otalari kisatilmagan edi. Ya'ni ularga fatratin minar rusul, ya'ni ko'pdan endi rasullar tushgani yo'q edi. Biz bilamiz, so'nggi payg'ambarlar ular barchasida yoki ko'pchiligi ularning kelgani mana shusha yahudlarga kelgani, endi g'arablarga ko'pdan otalarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning otasini da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bobolarini da endi narsa rasul kelmagan edi. Ularning ilik kelgan birdan bir rasul, birdan bir payg'ambar oldi bo'lsa Ismoil bitindi. Ham bu ularning narsasini da ko'rsatadi, yo'qdagi to'g'ri bo'lularini ko'rsatadi g'arablarning. To'g'ri g'arab masalan biz bilamiz yahudlarga Alloh subhanahu va taolo bir payg'ambar o'lgandan so'ng ikkinchi payg'ambarni jibaray, hatto bir zamonda bir necha payg'ambarda jibaray narsa uchun endi ular hurmatli xalq bo'lganlari sababli to'g'il. Ular shunday jinoyatchi xalq bo'lganlari sababli bir necha payg'ambar bo'libdi, ular anida tinglamovlari sababli. Endi g'arablar ular mana shusha Alloh taolo ularga jibarmisha turgan shusha payg'ambarlarning narsa sababli, chunki ularga keragi bo'lmagan mana. Ular uzoq zamonlar mana shusha Ismoil payg'ambarning ta'limatlari bo'yicha yashaganlar, xona tutganlar aytingini qo'llanganlar. Shuna ko'ra shusha yangadan so'nggina Amr bin Luhaym nasha Ibrohimning dinini o'zgartgandan so'ng endi putlar kiritgandan so'nggina Alloh taolo mana shusha payg'ambar ularga jibardi. Ham ular nasadi g'ofillik holatinda, endi g'ofillik. To'g'ri, ne uchun keldi mana shu payg'ambarlar? Kisatu yuzidan keldi, kisatu yuzidan. Ya'ni shusha agarda siz shuslar yashasangiz, ya'ni bu kishilar uchun aytamiz, nedir ateistik xalq bo'lmag'anlar, endi biz Allohga ishonamiz, bismillahsini aytamiz, biz qurbonlar sholamiz, biz hojlar qilamiz degan xalq. Biz endi dinda, ilkiga dinda, biz yangi dinda to'l, biz endi ilkiga Ibrohim payg'ambarning dinida, biz endi sizning yangi diningizga kirmadik, nendidir traditsionniy islomga kirmadik degan xalqni kisatu yuzidan Alloh subhanahu va taolo jibardi mana shusha
payg'ambarni jibardi aytganda. Chunki mana bu aytik gunoh boshda endi ol birinchi malni aytamiz. Ani tuzatuv yengil. Mana kishi gunoh qildi, ol ongli gunoh ekanini ko'pchilik jamiyat mana ongli ol xatolangan. Shunga ko'ra ani mana shu birinchi malni o'zgartib qoldirga kerak aytgan. Mana o'zingning oilangda bo'lsan, o'zingning bolangda ko'rding senni nindidir kimchilik ko'rding, masalan, yolg'on ko'rding, masalan, bir topqir yolg'onnada birinchi yolg'onnanda sen ani agarda to'xtatib qolasang ekan, bu yengil ani tuzatuvi. Ol anglab qola boshundan bu durust aybar tugul, yolg'onnov ol kerakmi, yaramay ayting, kisatasan, tuzatasan aytik. Agarda endi bu уже дальше boshqa ketsa, yangadan tag'in yolg'onnadi, tegisi de yolg'onni, ikkinchi bolangda anga qarab yolg'onni. Bu o'zi bir o'zina ko'ra narsaga aylana, bir turmush ravishini aylana. Bu o'zina ko'ra bir sistemaga aylana, mana shu oiladagi aytgan. Ya'ni menda butunisida bir-birsini yolg'onlilar ham bu g'adatiy holatga kirib bora. Ham kimda kim mana shitdan nedir, abi bobay keldilar qo'noqqa, ham ko'ralar, bolalar oldalaylar. Bu abi bobayga bu endi tomir jibargan gunohni o'zgartuvi bek og'ir bo'ladi. Nechun deganda, chunki bu jamiyatda yoki bu oilada ol endi tomir jibargan bo'ladi. Hammada butunisida shu birga ko'nigilgan aybar. Hammada abi bobaning o'zin aytib tashlaylar endi. Bolani yo'qlab yarar endi, ol bit shutkagina, ol bittigiligina, balaygina deb. Unda abi bobayning o'zin narsa aning siltalavun, aning o'zgartuvini qabul etmaylar. Naq shunday jamiyatda da birinchi gunoh mana shu paydo bo'lgan malni agarda ani tuzatib qolalar ekan jamiyat, albatta bu yengil mana o'zgartuv. Masalan aytik, bizning jamiyatga kelganda masalan xotin qizlar uramda tamaki tortuv bu ko'rinish aytik bizning jamiyatda taralgan ko'rinish to'g'ri. Agarda jamiyat mana siltalab menga betaraf qolmasa, bu g'adatni bitirib bo'ladi aytgan. Lekin agarda bu уже shulay betaraf qoldirilsa aytgan, zo'r shaharlarda shekilli, bu chiroqda endi menda mana tuzatuvi mumkin tugul aytgan. Yoki mana tuzatirga kelgan kishiga bek og'irga to'g'ri kelajak. Ham menda da mana shu rasullar, allar payg'ambarlardan ayirmali bo'laroq, allar rasullar, allar keldilar tega, tim более ko'pdan menda kisatilmagan otalarga keldilar. Bular g'ofil bo'lgan, bular betaraf, bular nindidir uyov bo'lmagan xalqqa keldilar. Bularni tuzatgan kishida bo'lmagan aytgan. Menda o'zi bu gunohlar, bu o'zi o'zina ko'ra narsaga turmush ravishini o'rilgan. Bu o'zi o'zina ko'ra bir sistemaga o'rilgan desak da bo'lar. Shol putlarga g'ibodat qilib, bu o'zi biznes kimlardir bu putlar yasab, menda biznes qurib yota, oqsha ishlaysh o'sha putlarni yasab, kimdir oqsha ishlaysh o'sha putlarni sotib, o'sha oqsha ishlaydi deganda, kimdir mana televizordan reklamirovat eta, mana men putlardan so'ragan edim, bolaga o'zdan mana men putdan so'ragan edim, ol menga shifa berdi. Bu o'zina ko'ra narsa bir sistemaga o'rilib boradi. Bu sistemaga aylana ham qachon kelgan nindidir payg'ambar o'sha sistemani o'zgartirgan deb. Albatta endi ani bu jamiyat qabul etmaydi. Nechun deganda, chunki bu ko'p kishilarga o'zi выгодный tugul. Bu ishmakarlarga выгодный tugul, shu putlarni yasovchilarga da выгодный tugul, sotuvchilarga da выгодный tugul, mana reklamirovat etib oqsha ishlagan kishilarga da, bu ko'p kishilarga narsa выгодный ayber tugul. Din bilan savdo etuv bu har bir zamonda da bo'lgan, chunki har bir xalqning baribirda bor mana shu narsa потребность bor aytganda, talab bor, mana shu din kerak. Har bir kishiga da ruhiy rizq kerak. Shunga ko'ra ruhiy rizq agarda ol haqliqdan olinmasa, ani botildan, durust bo'lmagan, yolg'on yerdan beruvchilar ol yetarlik aytganda. Durust bo'lmagan din, durust bo'lmagan o'sha ruhiy rizq beruvchilar alar yetarlik. Alar bu kishining o'sha ruhiy rizq потребностьында oqsha ishlaylar. Hamma bu elchilar kelalar endi narsa kisatu yuzidan. Agarda siz o'shalar yashasangiz, ya'ni o'sha dinni o'sha kommersiyaga aylantirsangiz, ham Allohning dini bilan yashamasangiz, bunday endi narsa sizdan kutadi. Albatta endi jahannam kutadi, g'azab kutadi, hammadan boshqa sizdan narsa, ondan ora bir narsada sizni kutmaydi. Laqat bu endi on borlig'ini da ko'rsatadi. Vallohi
deb aytlar endi g'arablar buni bilalar, что bunda bor ekanini, ular endi bundan shunga ko'ra surtib qo'yalar ayting, yozmaylar ayting, vallohi degan so'zni endi, lekin ular bilalar bunda Alloh bilan ont etuv bor ekanligini endi. Chunki mana bu la ol ko'rsatadi bunda ont borligini. То есть biz endi lani aytamiz, narsa ol negativyuzidan. Chunki ont kela ol negativyuzidan. Qot degani o'shlay ko'rsatadi endi turmushqa oshganligi haqida. Bu ayber, ya'ni bu ayber уже bo'ldi, turmushqa oshdi ayting endi. Turmushqa oshdi. Narsa turmushqa oshsin, haq bo'ldi, haqiqatga avrildi, turmushqa oshdi. Al-qavl. Qavl o so'z bit endi. Bizning totar tilida maqol, maqola shundan olingan. Qul huvallohu ahadlar shundan olingan. Yaqulu qala. G'ala narsaga endi na aksarihim ko'pchiliklarni, shunday Ibn Kasir degan shunday olim yashamdi to'g'ri. Aksar ko'pchiliklarni, him alarning, fa hum ham alar, ham degani fa la inkar etuvtin, la ilaha illalloh, yu'minun, iman keltiralar, ishanalar, durust deb taniylar. La bo'lg'ash ishonmaylar, durust deb tanimaylar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi, narsa haq bo'ldi, mana shu so'zlar. Olda bo'lsa endi bunda taqdir so'zlari to'g'risida so'z borganmikin. Qaysida Alloh subhanahu va taolo aytadi, narsa la amla anna jahannama minal jinnati wal insi ajma'in min hech cheksiz to'tirashaqman. Hech cheksiz narsa to'tirashaqman. Mana shu jinlar bilan jahannamni kishilar ham jinlar bilan hech cheksiz to'tiram degan so'zlar haq bo'ldi. Ko'pchiliklarni barchasini to'g'il ham Alloh endi narsaga ishonmaylar. Ya'ni bunda narsa shusha Qur'on indirildi. Narsa uchun endi kisatir uchun shunday qavmni qaysilarning otalari kisatilmani yoki shunday bilan kisatirga qaysilar bilan kisatildi ularning otalari. Lekin ular g'ofillikda, ular endi ko'pchiliklari bu g'arablar ular Allohga ishonsalarda, bismillahni aytsalarda, hojlar qilsalarda, qurbonlar chalsalarda, lekin ular bu narsa oxirat masalasida g'ofil. Ular oxirat to'g'risida o'ylanmaylar. Ular oxiratga azirlanmaylar. Bizning jamiyatni agarda qarasak ayting. Ular hamanda mana shu dunyoga mavg'ib, dunyo bilan aldanib, shu dunyoda narsa g'ofillikda yashaylar. Ham ko'pchiliklarning endi mana shu so'zlar haq bo'ldi. Haq bo'ldi. Ham ko'pchiliklari ularning narsa ishonmaylar. Ko'pchiliklar ishonmaylar. Bu endi shunday ko'rsata Qur'oni Karimda ko'pchilik yerda mana ko'pchilik kishilarni har vaqtda shiltalov boradi. Bu endi bizga narsa beradi. Musulmon kishi ol baribirda muslima kishi mendidir ol stadniy kishi bo'lirga tegish tugul. Ko'pchiliklari shulay yashaylar bit. Mana ko'pchilik kishilar shulay bit. Mana ishonmovchilar ko'proq bit. Xristianlar ko'proq bit. Bu dalil tugul deymiz. Tamaki tortuvchilar ko'proq bit. Lekin bu tamaki tortuvning durust ekanligini rostlamaydi. Shoy bit endi. Biz buni butunimizda bilamiz. Ham ko'pchilik ol har vaqtda ular narsa durust yo'lda tugul. Ular durust yo'lda tugul. Ham agarda sen musulmon, muslima ko'pchilikka yarasa ekan, ular seni narsa deb Qur'oni Karim yudilluka an sabilillah. Ular seni Alloh yo'lidan ular bezdirlar. Shunga ko'ra musulmon muslimaning baribirda bo'lirga tegishli shu mugish chiqaruv, baribirda ko'pchilikka yermov, ko'pchilikdan ayrilib turuv degan bir bo'lirga tegish, ham u baribirda yasharga tirishirga tegish Qur'on bo'yicha. Hikmatli bo'lgan Qur'on bo'yicha u ala siroti mustaqim to'g'ri yo'l bilan yasharga tirishirga tegish. Qur'on yo'li bilan ol yasharga tirishirga tegish. Ko'pchilikning so'zin baribirda qulog'ina ilirga tegish tugul u. Ko'pchilikning ga yerga tegish tugul u. Chunki ko'pchilik ular baribirda ishonmaylar. Biz bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'rida aytadi, mana shu siz, ya'ni mana shu jannatga kiruvchilarning soni o mana shu jahannam ahllari bilan solishtirganda oppoq o'gizning sirtinda bo'lgan qora jonsomoqqina. То есть big S ko'lamda edi. Yoki kirisincha qop-qora o'gizning sirtinda bo'lgan oq jonsomoqqina. Ularda ko'rinmaydi ayting. Baribirda iymon keltiruvchilar, ular baribirda big oz kishilar. Biz bilamiz 1000 kishining 999 jahannamga kiradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida xabar etdi. Shunda to'xtab turib, va sallallohu ala nabiyina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin.